Biz Farg'onadan Namanganga yo'l oldik. Biz 4 kun mobaynida mehnat qilib, Namangan viloyati Nanay tumanidagi Fayzli xonadonimizda asosiy fasad qismiga gipki kamerlarimizni o'rnatib, uy xonadon egalariga topshirdik. Fasad devoriga nimalar qildik va qancha ketdi, shu haqida ma'lumotni bilishni istasangiz, ekranga yaqinroq kelib o'rnashib oling. 1 kvadrat gipki kamen maxsus klega, maxsus lakka yetkazib berish xizmati va gipki kamenlarni o'rnatish uchun usta xizmatlari ichida 95 mingdan dogovor qilgan. Xonadon egalaridan devor tekkizlash uchun kafilni kleg, gruntovka, balandlikda xavfsiz va qulay ishlash uchun lesa arenda, 3 mahal oziq-ovqat va yotoq joy bilan ta'minlab berishdi. Ushbu ko'rib turgan Fayzli xonadonimizda fasad devorlariga 100 kvadrat gipki kamerlarimizni o'rnatib berdik. Общий расход uy egalariga 9 million 500 mingga kelib tushdi. Xonadon baland va yorqin ko'rsatish maqsadida biz qora va oq mramor ko'rinishdagi gipki kamerlarimizni devor fasadlariga o'rnatib berdik. Siz istagan rangda va zamonaviy ko'rinishda tez va sifatli qilib gipki kamerlarimizni buyurtma asosida tayyorlab, uyingizga o'zimiz olib borib, devoringizga o'rnatib beramiz. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab 1 kvadrat gipki kamen, maxsus klega, maxsus lakka yetkazib berish xizmati va gipki kamerlarni o'rnatish uchun usta xizmatlar ichida devoringizni holatiga qarab 90 ming so'mdan 110 ming so'mgacha tashqi va ichki devorlarga gipki kamerlarimizni o'rnatib kelyapmiz. Bizni gipki kamen ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Sho'r namdan qo'rqmas, devorga tushgan chiziqlarni 100% yopuvchi, kunni issiq sovug'iga chidamli, suv va karcherda bemalol yuvsa bo'ladigan, Germaniya davlatida o'ylab topilgan gipki kamerlarimizni sizlarga tavsiya etamiz. Devoringizga o'rnatib bo'lingandan keyin rangi va tusi sifatini o'zgartirmasligi uchun gipki kamerlarimizga devoringizni holatiga qarab 15 yildan 20 yilgacha kafolat va servis xizmatlarini beramiz. Kimga gipki kamen to'g'risida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilib, to'liq ma'lumotni olishlari mumkin. Do'stlar, yaqinlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.